Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha HVH Misha. Bugun sizlar bilan 3 ta kit test qilamiz. Mana ekraningizda chiqdi. Bular 1 million, 10 million va 100 million. Qani? Go! Hop, bolalar, bu birinchi kitimiz. Bizda almaska sharpness 5 bilan hali beri tali yo'q, lekin ularni olamiz, kiyib olamiz. Kiyib olgach, ikkita dona charka ekan va qasrga yo'l olamiz. Hop, bolalar, men qasrga kelib oldim. O'zim bilan pyorka olmanman. Endi qochish qiyin bo'ladi. Hop, bu odam uraylikchi. Lekin orqamdan qulashyapti. Sila ichmasam bo'lmaydi. Bir millionga tali yo'q-da, bo'lmasa. Uyda yarim xp bilan Chelsi sakrab jon xp qildim. Va yana to'pga kirishdim. Manda qochish kerak. Bu yerdan chiqib qolmasin-da, san to'xtab tur unda. Va chiqib qoldi. Va lo'q o'tib ketdim. Bitta o'zi qoldi. Qani PvPga kirishib ko'raman. Oxirgi charkamni yedim. Endi nimadir qilib qochishim kerak. Yoki bittasini o'ldirishim kerak. Men uni o'ldirishgacha kirishib ketganimda jonimga qaramanman va o'ldirib qo'ydi. Hop, bolalar, bu bizning ikkinchi kitimiz 10 millionga. Bizda nezirka bo'ladi. Bizda 5, bizda 4 va bitta talisman bo'ladi. Endi PvP osonroq bo'lishi kerak. Bolalar, men kastlariga kelib oldim. Ya'ni qasrga. Va bu yerda juda odamlarni ko'rmayapman. Lekin olmaskalar bor ekan. Ularni o'ldirib ko'rsam bo'ladi. Va silaga ichamiz. Bu boyagi bola-ku meni o'ldirgan. Yaxshi. O'ldirdim. Va endi mana Sherzod degan bolani o'ldirish kerak. Bundoq qilib otsak pyorkani, buni trapning ustiga tushishim kerak. Qani, o'xsharmikan? Qandoq o'xshamadi?
boyagi bola ko'rsanglar bo'ldi. O'ldirganimga xafa bo'lyapti. Va bu oyog'imni talismanimni ham dam qildim. Va endi orqasidan quvlashim kerak. Lekin hop bolalar, endi biz 3-kitga o'tsak bo'ladi. Mana kassadan shuncha narsa oldik. Lekin menda ularni qo'yish uchun joy yo'q. Vaqtdan shalter olishim kerak. Topdim 200 taga va oldim. Hop bolalar, bizning oxirgi kitmash kit bo'ladi. Ko'ringlar, 100 millionga imperator tumorlar bilan. Bu safar endi aniq nezirkalarni minus qilsak bo'ladi. Chunki bizda sila 5 va sila 4 bor. Vinchert kam ekan. Va setni ham kiyib olamiz. Eskisini qolib ketibdi. Hop bolalar, 3-kitni kiyib olgach, men qasrga bormadim, chunki u yerda nezirkalar yo'q edi. Sras varpaga keldim. Agent sepib charka yedim, chunki charka ta'bir bo'ladi. Va bu yerda katta xato qildim. Chunki trap ola olmadim. Va bu yerda bolani o'zi keldi. Va babi Messi uramadim. Shu birol degan bola rosa xalaqit qilyapti-da. Kim edi? Kel. Hamma qilamiz. Lekin bu bola menga yoqmayapti. Yana 2ga 1 qilishyapti. Jarishda qochamiz. Va men bu yerda Muzaffarxon degan bolani ko'rib qoldim va uni vakansiya target qilishga kirishdim. Chunki unda bufflar yo'q edi. Trap olamiz, blast yapamiz. Qani bosamiz. Sila 5 ichmadan bo'lmaydi. Qanday qochish bo'ldi bu? Xuddi mendagi qildi. Trap, blast. Men pure otib chekirdim. Va Muzaffarxonni o'ldirishga kirishdim. Lekin bu meni tushunmaydi. Va o'ldirdik ham. Va men uni joni yo'q deb so'rdim. Lekin bu yerda yana 2ga 1 qilishdi meni. Bu yerda o'zimga trap olib charka yedim. Chunki jonimni to'ldirishim kerak edi. Bu odamga sakradim. Va bu yerda meni trap olib oldi. Va qilishni boshladi. Bu yerda yana 2ga 1 qilishdi meni. Shunday deb bunaqa ekan. Faqat meni 2ga 1 qilishadi. Va bu yerda menda yeyishga hech nima yo'q. Meni bayroqor tumonim minus bo'ldi. Va o'zimga trap oldim. Tepani yopmoqchi edim. Bu yerda bu kirib qoldi. Va pure qotdim. Bu yerda ozgina xafa bo'ldim, chunki vayronkor eng yaxshi talismanlardan biri edi. Va qotganim uchun. Va bir o'ynamni to'ldirdim. Ha, yetganchi bolalar, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha yerda yangi RPlar chiqadi, konkurslar bo'ladi. Birinchi videolar informatsiyasini o'sha yerda beraman.
Va bu yerda men yana agentni sevmoqchi bo'ldim, lekin bu yerda mana bu yana tiqilib qoldi va yarim agentni kuchi unga o'tib qoldi. Va yana PvPga kirishdim, odamlarni kutdim, kim kelar ekan deb. Va yana shu Bilolxon. Qanday ura olmadim bu yerda? Va men full Bilolxonni target qilmoqchi bo'ldim. U yerga sakradim va men urmoqchi bo'lgan paytim trap ochilib qoldi. Bilolxon trapni pastga otdi va u nimadir qilib qochib ketdi. Va menga yana sakraydi deb o'ylab, u yoqdan bu yoqqa yurdim. Men sakramadim. Buncha ishga chiqishni kutib sakradim va qarasam, meni timim Bilolxon bilan to'p qilyapti. Trapga kirdim va ikkiga bir urush boshladim. U yana nimadir qilib qochib ketdi. Va biz bu yerda ana u bolani trap olib urushni boshladik. Va bu yerda 2 bo'lib ketdi. Yana to'g'ri ankada 3 bo'lib o'ynashdi. Yaxshimi? Yaxshi, bu yerda hech kim o'lmadi. Yaxshigina qochib oldik. Va bu yerda qarasam, uchalasidan bitta dona bola ajralib qoldi va meni trap olib urushni boshladi. Va o'ldirdim. Inventarimda joy yo'qligi uchun ko'p narsani qila olmadim. Va bu yerda xuddi shu narsani qilmoqchi bo'ldim, lekin baribir ikkiga bir qilishdi meni. Va shu joyda xato qildim, ta'limni dal qo'yishdi. Bo'ldi, shu joyda video tugadi. Hammaga xayr.